Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi kanalimiz a'zolari. Xo'sh, bizda xudo xolasa yangilik, tayyor mebellarni ham xo'sh, sotuvini yo'lga qo'yapmiz. Xo'sh, bir chekkadan xudo xolasa obzorlarni qilib beramiz. Qandaydir kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa kommentariyada yozib ketsanglar, xo'sh, keyingi videolarda iloji boricha o'sha savollarga to'liqroq javob aytib ketamiz. Bu yoqda hozir ko'proq 240 razmerdagi 3 metrli mebellarimiz bor. Hozir qolgan razmerlarni ham yaqin o'rtada qilib obzorlarni qilib beramiz. O'sha bir chekkadan bu arzonroqdan boshlaymiz. Mebelimizni 240 deyiladi. O'zi to'shni holat 235 holatda turadi. 240 joyga tushadi, qoshlari bilan hisobga olganda. Bo'yi 2 metrli holati. Xo'sh, 100% ichlarigacha paq kronka, eshik chegalari ham paq kronka. O'rtalari 06 HDP deyiladi. Bu tekstileta, o'zimizning Andijonda tekstileta. Stalinchasi. Xo'sh, osha-voshalari ham vakuumli bo'lgan. Ichlarida bo'lganlari bor, tepalarida. Xo'sh, xaladonimiz ham yaxshidan bo'lgan. Roligi ham arzondan emas. Xo'sh, bozorlardan tashqari bunda hozir bozorlarda kichikroq bo'ladi. Bu eni 30 sm, tagi 45 sm da bo'lgan. Bittali zakaslarda razmerda bo'lgan, ichlari keng holatda ishlangan. Xo'sh, buni o'ng chap holati bor. Bu yoqda mana chap tarafida esa mo'ykasi o'ng tarafda. Xo'sh, akrilli variantlarimiz ham bor. Bunisi akril holatda. Xo'sh, narxlariga keladigan bo'lsak, 1.900.000 so'mga laminatli varianti 1.900.000 so'mga, xo'sh, akril varianti 2.200.000 so'm. Mebelni o'zi. Xo'sh, endi uni ichiga qo'yiladi mo'ykamiz, simisitel, xo'sh, sushilkasi. Bu holatda 300.000 so'm pul qo'shiladi, 2,5 million so'mga akril materialda mana shu komplekt holatda boradi. Xo'sh, laminati bo'lsa, laminatimiz 2.200.000 so'mga boradi. Xo'sh, bu sotilish narxlarimiz. Dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Iloji boricha arzonroq shopirlar topib berishga harakat qilamiz. Shu holatda, hozirgi holatda 8 dona ishimiz bor bunaqa razmerda. Doğrusu hamma yo'g'i chiroyli holatda bo'lgan. 100% ichlari va tashlari paq kronka. Oyog'ining tagida ham Xitoyda haligi temir noshkasi. Xo'sh, endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, xo'sh, bu yog'imizda bundan ko'ra yaxshiroq varianti, oddiydan ko'ra bo'ylari baland holatda esa 235. To'shni holati 232, 235 holatda tushadi. Xo'sh, plafon fason. Xo'sh, o'rtalari kafel, заводской stolesnisi. Xo'sh, bunda ham o'zi vakuum shandir. Hammasida ham holatda bo'lgan. Xo'sh, buni 250 joyga tushadi, 242 uradi o'zi. Mana qoshi bo'lib, o'zi 248 joyga tushadi qoshi. Plafon svetlari bor. Xo'sh, bularimiz bu ikkalasi rossiyskiy laminatda bo'lgan. Hozir bu yerda laminatda nari qatorimizdda akrillari bor. Xo'sh, bularni ichida o'zi taxchasi bo'ladi. Ochiladigan turbalari ham bor. Xo'sh, polkalari bor. Pundi vakuum. Xo'sh, sushilkasi bunaqa holatda ochiladi. İchiga hali arzon sushilka emas, bunda qimmatroq sushilka tushadi. Xaladonimiz ikkita holatda bo'lgan. Yumshoq ochilib yopiladi. Xo'sh, o'ng chap holatda bor. Kafeli
haqiqiy kafel, shu omma anaqalarga qilinadigan kafel, usta displeyga yopishtirgan variantimiz. Xo'sh, bunda bular ham laminatdan bo'lgan, o'zi shunaqa fasoni bir xil deyarli. Bularda narxi laminatimiz 240liklarimiz quruq o'zi turishi 3 million so'm. Sotilish narxi. Buning chekalariga nikellarni ham qo'yib qo'yganmiz. Xo'sh, bu yoqda mo'ka bo'ladi, mo'kani yoniga mana alyuminlari ham bor. Xo'sh. Endi shu holatga bu hozir 40 santimetrli final qo'shilgan varianti bor. Buni adden 240 qilib sotsa ham bo'laveradi, qo'shib sotsa ham bo'laveradi. Telefonlari u holatda ketgan. Xo'sh. Endi mo'ka, simisitor, sushilka, mo'ka, simisitor, sushilka, qo'shimchasiga mana patnusi bo'lsa, agar mashq holatiga 500 ming so'm pul qo'shiladi laminatga. Xo'sh. Agar gazi, vichkasini ham qo'shib tayyor holatda desanglar, 5 million 400 ming so'm holat bo'ladi. Mashq holati 5 million 400 ming so'm bo'ladi. Endi unga anaqa final qo'shadigan bo'lsak, agar 40 santimetr qo'shiladi, bu tagiga ko'proq gaz balon qo'yiladigan bo'lyapti. Tepasida o'rgasi bor. Bular ham vakuum, temir ruchkalar. Qandaydir nimadir esdan chiqib qolgan bo'lsa, kommentariyaga yoza olasizlar. To'g'risi videosini qilib beramiz. Bu o'zimizning ustaxonamiz. Andijon Bo'taqarada joylashgan. Xohlagan mahal kelib ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Kech paytda ham xudo xolasa do'konga kelganda ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Svetlar tushirilgan hamma qatorida. Xo'p, xullas, final bilan bo'ladigan bo'lsa 900 ming so'm pul qo'shiladi. Shunda 6 million 300 ming so'mga bo'ladi. 290 joyga tushadiganimiz. Xo'sh, endi bu yoqda akril materiallarimiz 240 akrilda bo'lgan. Endi bunisi qolgan hamma yo'q. Bir xil, faqat fasadda farq bor xolos. Xo'sh. Bu ham shunaqa 235, bu yoqqa 240. 240 deganimiz ham o'zi bunaqasi 242, qoshlari bilan 248 ga tushadi. 250 joyga tushadi xullas. Xo'sh, akrillarimiz holatlarimiz bor. Xo'sh, bu yoqda mana inox rangi, bu ham akril. Xo'sh, bu yoqda bu holati bor mana. Endi mana shu 240 da tushuntiradigan bo'lsak, bu akril variantimiz 3 million 300 ming so'm. Bu holati. Quruq o'zi turishi 3 million 300 ming so'm. Agar unga to'rtburcha, mo'ka, simisitor, xo'sh, sushilkasi ham yaxshi, arzonlarda arzonroq varianti. Bunda qo'shib oladigan patnusi mashq holatda bo'ladigan bo'lsa, bunga ham 500 ming so'm pul qo'shiladi. 3 million 800 ming so'm. Xo'sh, endi gazimiz, vichka qo'shiladigan bo'lsa, vichkamiz ham 3 оборотli, svetlari bor. Hozir bu yerda ulamaganligi uchun. Xo'sh, gazda ham mana cho'yanli tepasi, plitasi ham bor. Zifler filmaniki. Xo'sh, bu holatda bo'ladigan bo'lsa, 5 million 700 ming so'mga akril materialimiz bo'ladi. Xo'sh, akril materialimiz 5 million 700 ming so'mga chiqadi. Endi bu aytayotgan narxlarimiz dastlabki holati. Bularda ham, akrillarda ham bunday paq kronkasi ham 2 lik bo'lgan. İçilari ham 100% paq kronkada bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Plafonlari ham 3 xil svetda yonadi. Ulab qo'yilsa bo'ldi.
Hammasiga tagiga yaniqlariga ham kranshtenlari qo'yib qo'yilgan. Odatda ba'zida esdan chiqib qolsa, bu narsani tezda ishdan chiqarib qo'yiladi, paskochalar yig'ishida. Tagiga duxovka tushadigan holat bo'lgan. Ularni ham mana anaqasiga mo'lka taraflarimizga anaqasini qoqib qo'yganmiz. Temirini shu yerda nikellari ham bor. Va hozirgi holatda mana shu ishlarimiz bor. Xo'sh, bu yoqda haligi akrilda mativiy holati, dark alvey soft touch deydigan holati. Xo'sh, bu yog'imizda inox degani. Xo'sh, bu yoqqa Honemiski krem perl degan variantimiz. Bu yoqda seriya pudra. Xo'sh, mokriy variant akril. Bunisi ham o'tib shunaqa mokriy variant. Ikkalasi bir xil. Xo'sh. Mo'kasi o'nchap holatda bo'lgan. Bu yoqda Grey Hairline degan xo'sh shunaqamiz. Akrillarimiz. Xudo xolasa mana ishlarimiz hozirgi holatda tayyor. Xohlasa ham bu yog'imizga ham joylarimiz bor. Ko'proq qo'yishga harakat qilamiz. Xo'sh. Kim olmoqchi bo'lsa, kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. To'liq ma'lumotlarni yana bera olamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.